Muna Hasanovna, aloqadan keyin ko'pincha siz bo'laman. Erimni shunga ayblayman. Bunga erim aybdormi? Bo'lishi mumkin, lekin har doim emas. Ko'pincha siz va turmush o'rtog'ingizda agar jinsiy a'zolar orqali yuqadigan kasalliklar aniqlanmasa, bu quyidagilar bilan tushuntirishimiz mumkin. Ko'pincha aloqadan so'ng jinsiy a'zolar sohasidagi infeksiyalarni tashqariga chiqishi va uretraga yetib borishi natijasida infeksiyalar, ayniqsa zamburug'li infeksiyalar tashqariga chiqishi va siydik chiqarish kanali orqali tepaga yuqoriga ko'tarilishi natijasida sizda sistit kuzatilishi mumkin yoki ko'pincha ko'p tug'uvchi ayollarda ayniqsa anatomik xususiyati, demak qinni oldingi devorini osilishi va siydik chiqarish kanalini ochilib qolishi natijasida bu infeksiyalar kirib ketishiga yaxshigina sharoit bo'ladi. Shuning uchun buni oldini olish uchun, demak, sizdagi ginekologga murojaat qilishingiz va jinsiy a'zolar sohasida yallig'lanish kasalliklarini davolatishingiz va aloqadan so'ng ko'pincha peshob ajratib yuvib tashlashni tavsiya etamiz.